Sehrli kollagen olamiz. Buni ichida chunki boshqa kollagenlarda yo'q bo'lgan, juda ham organizmga kerak bo'ladigan vitamin, minerallar berilgan. Undan tashqari ta'sir qilish, effekt berishi juda ham tez ishlaydi qizlar bu kollagenda. Boshqa kollagenlarda nima yo'q desa, D3, K2, omegalar berilmaydi. Bunda bo'lsa, juda ham kerak bo'ladigan gidrolizlangan kollagen, omega, kalsiy, magniy, berberin bor. Berberin bilasizlar qizlar, qondagi yog' miqdorini kamayishiga, parchalanishiga yordam beradi. Parchalangan yog'lar esa energiyaga sarflanishga yarasa ham yaxshi narsa. Glitsinat, sink, biotsin. Hozirgi kunda ekologiya ta'sirida soch tirnoqlar juda ham yomonlashib ketyapti. Ayniqsa ko'pchilik mijozlarimiz sochlari to'kilayotgandan shikoyat qilishadi. Sochlar mustahkamligi, ildizlarni qalinlashtirib yashlashga ham yaxshi yordam beradi. Xrompikainat. Xrompikainat bo'lsa, bu o'sha ishtahani nazorat qilishga, shirinlikka bo'lgan ehtiyojni pasaytirib berishga ham yaxshi narsa. Selen bor, vitamin C yuzlaringizni tiniqlashishiga, nima deydi, ozgandan keyin teridagi har xil ozilishlar bo'lmasligiga yaxshi yordam beradi. Vitamin E, glarun oksidi bor. D3, K2 hozirgi kunda обязательно yosh, kattami, kichikmi hamma D3, K2 yod ichib yurish kerak qizlar. Hammasi bitta kollagenning ichida jamlangan kompleks hisoblanadi. Bu 12 ming dozada 10 tipli kollagen hisoblanadi.